dalda bergan menga o'zingiz. Tirgagimsiz yonimda qarmay, qonun bo'lar har bir so'zingiz. Tug'ilgan kun muborak otam. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Komiljon aka, sizmisiz? Ha, ma. Yaxshimisiz? Salomatmisiz akajon? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Sizni bezovta qilgan bo'lsam, ma'zur tutasiz. Akajon, avvalambor bugungidek go'zal ayyomingiz, Habibimizga ummat, Allohimga chin ne'mat bo'lgan fayzli kunlaringiz, qarshi olayotgan tabarruk yoshingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Sizga ham rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Ilohim Rabbim umringizni uzoq, rizqingizni butun, martabangizni bundan-da ulug' qilsin. Alloh bergan umrni faqatgina yaxshilikda, yaxshi insonlar davrasida o'tkazmoqlik nasib etsin. Rahmat. Komiljon aka, sizni bezovta qilib turgan loyiha ijtimoiy tarmoqlarda o'z faoliyatini olib borayotgan to'g'ridan-to'g'ri jonli qo'ng'iroq tabriklar vaqti loyihasi. Shu loyihaning boshlovchisi g'oyibona suhbatdoshingiz men Matluba bilan muloqotdasiz. Bugun sizga loyihamiz orqali aziz bir insoningiz tomonlaridan siz uchun maxsus tabriknoma xatlari, dil izhorlari kelib tushgan ekan. Mana shu aziz insoningiz kim bo'lishi mumkin? Bitta taxmin qila olasizmi akajon? Bilmadim, aniq nima qilolmayapman-da. Keling, yaqinlashtiraman. Farzand ne'matlaringiz orasidan izlab ko'rasizmi? Farzandim, o'g'illarim bor, qizlarim bor. Albatta. Joningiz sog' bo'lsin. Komiljon aka, bugun sizni savlatlaringiz Sarvar akamiz, kelin qizingiz Dinoraxon opamiz, qolaversa ahli oilangiz Gulnoraxon opamiz, o'g'illaringiz Suhrob, Sardor akamiz, ikkita kelin qizlaringiz Gulnozaxon, yana bir Gulnozaxon, jannatingizni guli qizingiz Gulnozaxon opamiz, kuyov o'g'lingiz Bobirjon akamiz, nabiralaringiz Kamola, Behruz, Muslimaxon, Afruz, Abdulloh, Madina Bonu nomlaridan asosiy tabriklab qutlab qoluvchi o'g'lingiz Sarvar aka hamda kelin qizingiz Dinoraxon opamiz bugun sizni maxsus tabriknoma xatlari bilan xursand qilishni istabdilar akajon. Rahmat. Sizga ham rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Agar ijozat bersangiz, qimmatli vaqtingizni ozgina daqiqalarini olgan holatida farzandlaringizni sizga atab yozib qoldirgan ezgu dil izhorlarini Alloh qodir etgan